Ahmoqona qaror chiqarish hisobiga kelib chiqadigan asoratlar bor. Infarktni oldida turgan bo'ladi. Bu yuqorida sanab o'tgan asoratlar har bir bemorda uchraydi degani emas. Asorat ro'y bermaydi. Odamlar orasida o'pkada suv to'planyapti degan gap bor. Ekstrem zudlik holatda operatsiyaga olishadi. Me'yoridan ortiq qilinadigan chora-tadbirlar hammaligisi bemorning ertangi kuniga, to есть reabilitatsiya jarayoniga va operatsiyaning natijasiga bevosita ta'sir qiladi. Kabinetining orqa devoriga yopishtirilgan sertifikatlar belgilamaydi. Bemorlarni uyiga javob berib olgandan keyin uy sharoitida uchrashi mumkin bo'lgan asorat mavjud. Bu infeksiya. Assalomu alaykum, Sardor aka. Va alaykum assalom. Rahmat. Hop, ko'p bemorlar kuzatdik, aynan kardioxirurgiya bo'yicha suhbatlashib chiqdik. Hammada har xil qo'rquv bor. Ya'ni men yoki qaysidir bemor ota-onasini yoki qarindosh urug'ini operatsiyaga kirib ketgandan keyin hammada har xil savol. Kafolat bormi, boshqa, lekin asosiy negizida ko'pchilikda kutadigan narsa chiqqandan keyin yoki qanaqa asoratlar bo'ladi. Biz bemorni qarindosh urug'i, farzandi o'laroq nimalarga tayyor bo'lishimiz kerak degan asosiy ildiz savol mana shu turadi. Shu haqida ozgina gaplashsa, o'zi asoratlar qanaqa asoratlar bo'ladi? Nimalardan kelib chiqadi? Asoratlarni oldini olish uchun nima qilish kerak? Qisman bu asoratlar yuzaga kelishda doktorlarda ham aybi bormi yoki yo'qmi? Shular haqida mana shu mavzuni yoritib bersangiz bugun. Sizni tushundim. Juda ham ma'noli mavzuni ko'taribsiz. Juda ham ma'noli savol berdingiz menga. Kardiojarrohlik jarayonida, kardiojarrohlikda deylik, kardiojarrohlikda davolanish jarayonida uchrashi mumkin bo'lgan asoratlar. Demak, bir qancha asoratlar bor o'zi aslida. Bir qancha asoratlar klinikadan tashqarida uchraydi. Bemorlar nimaga tayyor bo'lishlari kerak? Kardioxirurgik yurakda jarrohlik amaliyotini o'tkazishni rejalashtirilgan bemorlar nimaga tayyor bo'lishlari kerak? Bu bilan men ham hozir bemorlarni qo'rqitish maqsadida emas, shunchaki oldindan aytib o'tishni lozim ko'raman. Kardiojarrohlik amaliyotlarini amalga oshirishda bir qancha etaplar mavjud. Diagnostika etapi, bemorlarni operatsiyaga tayyorlash etapi, bevosita jarrohlik amaliyoti. Jarrohlik amaliyotidan so'ng reanimatsiya bo'limidagi davr va reanimatsiya davridan keyin bo'limdagi reabilitatsiya davrida shu davrlarga bo'linadi va yuqorida sanab o'tgan etaplarda, pozitsiyalarda o'ziga xos uchrashi mumkin bo'lgan asoratlar mavjud. Avvalambor, asoratlarning uchrashi bir qancha sabablarga bog'liq. Birinchisi bu kasallikning kechishi, ya'ni og'ir yengilligi. Ikkinchisi bemorlarning hamroh kasalliklari. Bu yerda yana jamoaning roli va shunga xos bir qancha omillarga bog'liq. Aytib o'taylik, operatsiyadan keyin jarrohlik amaliyotidan so'ng bemorlarda uchraydigan asoratlar bu qon ketish, o'tkir yurak yetishmovchiligi, o'tkir nafas yetishmovchiligi, vaqtinchalik buyrak ishining disfunksiyasi yoki o'tkir buyrak yetishmovchiligi, bosh miyada o'tkir qon aylanishining buzilishi, aritmiyalar har xil va infeksiya va yuqorida sanab o'tgan asoratlarning bir qanchasining bir vaqtda uchrashi, ya'ni ko'p a'zolarning yetishmovchiligi, ya'ni poliorganная недостаточность deydi. Va eng achinarlisi tibbiyot xodimlarining beparvoligi, beloqaydligi, mahoratsizligi, jamoa tajribasining sayozligi tufayli noto'g'ri xatti-harakatlar yoki ahmoqona qaror chiqarish hisobiga kelib chiqadigan asoratlar bor. Bu yuqorida sanab o'tgan asoratlar har bir bemorda uchraydi degani emas. Ayrim bemorlarda yondosh kasalliklari bo'lsa, albatta shu uchrashi mumkin bo'lgan asoratlar, возможно, uchrashi mumkin bo'lgan asoratlar haqida albatta jarrohlik amaliyotidan oldin bemor va bemorlarning qarindoshlari bilan obdon suhbat quramiz.
nimaga tayyor turishlarini. Agar hech qanday yondosh kasalliklari bo'lmasa, bemorda faqat yurak patologiyasida o'zida bo'ladigan bo'lsa, agar aytaylik jamoa tajribali, mahoratli bo'lsa, hech qanday asorat ro'y bermaydi. Bu haqda ham hammasini aytamiz. Bu asoratlarning, ya'ni yuqorida sizga sanab o'tgan hamroh kasalligi bor bemorlarda shu asoratlarning bo'lishini nimaga asoslanib biz aytamiz. O'zi men o'tgan safar chiqishlarimda ham bir aytgan edim, maxsus operatsiyadan oldin bemorlarni baholash shkalalari mavjud. O'sha shkalaga bemorning dannilarini kiritsak, qaysi asorat necha foiz uchrashi hammasi kelib chiqadi. Hammasini bemorga bevosita bizlar ko'rsatamiz, aytamiz va oldindan shu haqda ogohlantirib qo'yamiz, чтобы operatsiyadan keyin, jarrohlik amaliyotidan keyin bemorning qarindoshlarida takoy tushunmovchilik bo'lmasligi uchun. Shuning uchun hammasi oldindan ogohlantiriladi. Birinchi hamroh kasalligini davolab turib, keyin yurak operatsiya qilinganlar ham bo'ladimi? Yoki kardiojarrohlik kelgan bemor qilmasa bo'lmagan holatda keladimi? Kardiojarrohlik oxirgi etapida keladimi? Hamroh kasalliklar, ayrim hamroh kasalliklar bor. Bu hamroh kasalliklar bilan bemor birga yashaydi. Bu hamroh kasalliklarni umuman davolashda ilojisi yo'q. To есть bu kasallik bor, to есть bu kasallik bemorda surunkali ravishda kechyapti. Faqat o'sha kasallikda patologiyani latent holatiga, to есть ozginagina davolash jarayonida latent holatga keltirgan holda operatsiyani amalga oshiramiz. Bu, masalan, ayrim bemorlar keladi, hamroh kasalligida qandli diabet kasalligi bor. Qandli diabet kasalligida o'zingiz bilasiz, qonda qand miqdori juda ham yuqori bo'ladi. Eng ko'p beriladigan savollar bemorlar tarafidan qandli diabet fonida operatsiya qildirsak bo'ladimi, jarohatim bitmaydimi, bitadimi degan savollar juda ham ko'p. Shuning uchun albatta bu yerda maxsus tor mutaxassislar tomonidan bemor ko'riladi. Ayrim analizlar ko'rsatkichi, to есть qand miqdori yoki glikirlangan gemoglobin miqdori qonda yuqori bo'ladigan bo'lsa, balkim biz bemorga to'g'ri tushuntirib, operatsiyaning muddatini biroz kechiktirishimiz mumkin. Qolgan hamroh kasalliklarda ham xuddi shunday bo'ladi. Masalan, ayrim bemorlarda astma bilan keladi, tinmasdan yo'taladi, tinmasdan gormon qabul qilishadi. O'shalarda ham maxsus tor mutaxassislar tomonidan bir kichik kurs davolash olgandan keyin operatsiyani amalga oshiramiz. Lekin gohida shunday holatlar bo'ladiki, ayniqsa yurakning ishemik kasallik paytida hayotiy ko'rsatma asosida biz operatsiyaga olamiz. Unda ham bevosita bemor va bemorning qarindoshlarini oldindan ogohlantirgan holda. Eng ko'p uchraydigan asorat, bu nima? Asorat ham balkim asorat deyishim balkim sal to'g'ri kelmasligidir, balkim shu davolash jarayonida shu holatda kechishi deb baholasak ham bo'ladi. Masalan, ayrim bemorlar jarrohlik amaliyotidan so'ng plevra bo'shlig'ida, ya'ni bemorlar orasida, odamlar orasida o'pkada suv to'planyapti degan gap bor. Gohida ko'p holatlarda shu o'ng plevra bo'shlig'ida yoki chap plevra bo'shlig'ida suyuqlik to'planadi. Bu suyuqlik maxsus dori-darmonlar yordamida davolanadi. Agar suyuqlik miqdori ko'p bo'ladigan bo'lsa, maxsus moslamalar yordamida punksiya qilib olib tashlanadi. Plevra bo'shlig'ida, perikard bo'shlig'ida uchrashi mumkin bo'lgan shunaqangi asoratlarimiz ham bor. Ikkinchisi, yana ko'p uchraydigani bu qon ketish. Bevosita operatsiya jarayonida qon ketishi mumkin. Operatsiyadan keyingi davrda qon ketishi mumkin. Bo'limda qon ketish holatlari kuzatiladi. Bularning sabablari ham turli xil. Eng ko'p uchraydigan sabablardan bittasi operatsiyaga qandaydir, masalan, bemorga diagnostika qilindi, bemorga diagnostika qilingandan keyin zudlik bilan rejali ravishda olinishi kerak bo'lgan bemorni balkim ekstremniy zudlik holatda operatsiyaga olishadi. Bunga ham maxsus ko'rsatma bor. Agar ko'rsatma bo'lsa, hayotiy ko'rsatma asosida bo'ladigan bo'lsa, bunday holat bo'ladi. Lekin ko'p holatlarda afsuski, bu yerda ko'rsatmasiz, to есть zudlik bilan olishga ko'rsatmasiz holatda ham bemorlarni tez operatsiyaga olishadi. O'shanday holatlarda ham ko'p qon ketish asorati mavjud.
bunda aybdor kim? Bemorning yaqinlarimi yoki doktorlarmi? Ya'ni bemorning yaqinlarini qistovi bilan operatsiyaga qilinadimi yoki qanaqa? Mana shu yerda xato kimdan ketyapti? Endi bilasizmi, bu yerda agar bemorning o'zi yoki bemorning qarindoshlari operatsiyani tezlashtirib bering yoki aytyapsiz mani qistovi bilan deyapsiz-ku, u deyish bilan baribir agar o'zini hurmat qilgan shifokor bu bemorning gap so'ziga berilishi kerak emas umuman. Chunki nimaga bunday bo'ladi? Bemorni diagnostika qilinganda, to есть koronarografiya qilinganda bemorlarni maxsus tayyorlashadi. Maxsus bemorlarga qonni suyultiriladigan dorilar beriladi. O'sha dorilar fonida qonning qovushqoqligi juda ham suyuq bo'ladi. Demak, chunki nimaga berishadi? Koronarografiya paytida mabodo koronar tomirlarda angioplastika qilish sharoiti, angioplastika qiladigan vaziyatda bo'lsa, bir vaqtning o'zida koronar tomirlarga stentlash amaliyoti amalga oshiriladi. To есть bemorni shunga tayyorlaydi. Bordi-yu aytaylik, koronarografiya amaliyotida ko'p tomirlarda shikastlanish aniqlanadigan bo'lsa, ko'rsatma asosida bemorlarga koronar shunklash jarrohlik amaliyoti tavsiya beriladi va bemor bevosita operatsiyaga tayyorgarlik ko'rishi kerak. Bunga 4 sutkadan 5 sutkagacha vaqt ketadi. Demak, o'sha berilgan dorini ta'siri neytralizatsiya bo'lgunga qadar. Bemorda agar operatsiyaga o'sha dorilar fonida oladigan bo'lsak, bevosita operatsiya jarayonida yoki operatsiyadan keyin ko'p qon ketish asorati kuzatiladi. Demak, tasavvur qilyapsizmi, siz bemorni operatsiyaga oldingizda, operatsiyani asosiy etapini amalga oshirib bo'lganingizdan so'ng bemorda diffuz qon ketyapti. Bu qon ketishni maxsus qon to'xtatuvchi dori-darmonlari kuchsizlik. Kuchi yetmaydi bu yerga. Bu yerga maxsus trombomassa, trombotsitar massa degan qon komponentlarini qo'yish kerak, lekin bu komponentni yetkazib berish biroz muammo. Shuning uchun mana shu yerda shoshilishga yo'l qo'ymaslik kerak. Bunaqa asoratlarda sanab o'tdingiz-ku, qaysi etaplarda diagnostika, jarrohlik, reanimatsiya, keyin reabilitatsiya dedingiz-ku. Demak, jarrohlikdagi xatolar operatsiyaga kirguncha bo'lgan jarayondan bo'lar ekan, to'g'rimi? Ya'ni jarrohlar jamoasining tajribasizligidan yoki doktorlar xatosidan bo'lishi kuzatiladi dedingiz-ku. Xo'p. Mana shu xatolar mana shoshilishda o'zini hurmat qilmagan doktor mayli qilib degan taqdirda ham oxiri qon ketishi bilan to'xtashi mumkin ekan oqibati. Da. Operatsiya jarayonida ham xatolar bo'ladimi ichkarida? Ko'p bo'ladi, juda ham ko'p bo'ladi. Men sizga hozir bir narsani aytaman, shu savolingizga izoh kiritaman. Gohida shunday holatlar bo'ladi, koronar tomirlarda o'ta kritik o'zgarish bo'ladi. Bemor bu holatda o'tkir koronar sindrom deb ataladi. Infarktni oldida turgan bo'ladi. Shunday, lekin infarkt olmagan hali. Infarktni oldida. Mana hozir infarkt bo'lish ehtimoli yuqori juda ham. O'shanday holatda hayotiy ko'rsatma asosida maxsus tayyorgarlik ko'rib bemor zudlik bilan operatsiyaga olinadi. Zudlik bilan operatsiyaga olinganda, demak biz shu narsaga tayyor bo'lishimiz kerakki, operatsiya davomida qon ketish ehtimoli bor. Demak, qon ketadi, lekin qonni to'xtatish, qonni ketishini kamaytirishiga qarshi chora-tadbirlar ko'rishga klinikaning moddiy texnik bazasi tayyor bo'lishi kerak. Klinikaning moddiy texnik bazasi tayyor turishi kerak. Agar klinikaning moddiy texnik bazasi mana shunaqa hayotiy ko'rsatma asosida operatsiyaga olinadigan bemorlarga tayyor turmasa, yuqorida aytgan o'sha qon ketish asorati 100% kafolatlangan. Qon ketib qolish 100% kafolatlangan bo'lsa. Kafolatlangan. Qon ketish ko'p, to есть me'yoridan ortiq qon ketishi 100% kafolatlangan. Shu dorilar fonida agar operatsiyaga olinsa, demak siz kafolatlangan, bu aniqlangan, bu isbotlangan narsa bu. Ya'ni sodda qilib o'tiradigan bo'lsak, salbiy holat kafolatlanib qoladi. Albatta, bu narsa isbotlangan narsa ham, biz rost isbotlangan narsani bo'lishini, shu narsani oldinda kuzatilishini siz bilib turib nimaga tayyorgarlik ko'rmaysiz? Siz bunga tayyorgarligingiz bor ekan, bemorni operatsiyaga olasiz. Agar bunga tayyorgarligingiz bo'lmasa, siz operatsiyani qilishga qildingiz, operatsiya davomida sizda ko'p qon ketyapti, operatsiyadan keyin ko'payib ketyapti. Nima qilyapsiz? Bemorga qon qo'yish kerak, qonni to'xtatish uchun maxsus plazma, protamin va xolis shunga xos dori vositalarini bemorga yuborasiz. Bularning hammasi bu qonni to'xtatishga qaratilgan, me'yoridan ortiq qilinadigan chora-tadbirlar
hammaligisi bemorning ertangi kuniga, to есть reabilitatsiya jarayoniga va operatsiyaning natijasiga bevosita ta'sir qiladi. Bevosita ta'sir qiladi. Shu uchun shunaqangi asoratlar bo'lmasligi uchun bu yerda o'ylaymanki to'g'ri va oqilona qaror chiqarib jarrohlik amaliyotini amalga oshirish kerak. Bu tajribaga bog'liq. Albatta jarrohning tajribasiga bog'liq. Men sizga bir narsani aytib o'taman. Respublikamizning viloyatlaridagi barcha kardioxirurgik operatsiyalar amalga oshiriladigan maskanlarda meni salom alik qilib turadigan xodimlarim yoki do'stlarim mavjud. Biz ular bilan har qanday zamonda telefonlashamiz, gaplashamiz, suhbatlashib turamiz. Va ular menga kardioxirurgik operatsiyalar jarayonida yoki tayyorlash paytida, operatsiya jarayonida va operatsiyadan keyingi jarayonda bo'ladigan asoratlar haqida ma'lumot berishadi. Bu bilan ular klinikaga nisbatan yoki o'zlarining hamkasblariga nisbatan ayg'oqchilik vazifasini bajarishgani yo'q. Ayg'oqchilik vazifasini bajarmaydi. Shunchaki qiziqqonlik tufayli shunaqangi asoratlardan qanday chiqib ketsak bo'ladi? Nimaga shu asoratga duch keldik? Shu asorat bo'lmasa ham bo'larmidi degan savollar berishadi menga. Menga masalan boshqa klinikalarda qanaqa operatsiya bo'lyapti, nechta operatsiya qilishyapti, bu umuman menga qizig'i yo'q. Menga nimasi qiziq? Qanaqa asoratlar kuzatilyapti va u asoratlarning qay tarzda takrorlanishi qiziq. Demak, men qaysi klinikada qanaqa asorat bo'layotganligini va qay tarzda takrorlanayotganligini eshitsam, bilsam va klinikaning moddiy texnik bazasi, klinikada ishlayotgan xodimlar va jarrohlik amaliyotida ishtirok etayotgan jamoa har bitta xodimni nimaga qodir ekanligini shunday tushunib yetaman. Tushundim. Shu qaysi asorat bo'layotganligiga qarab. Вот. Afsuski bu asoratlar kuzatilyapti. Gaplashgan paytimizda ularga shu asoratlar kuzatilyapti. Nimaga bu xodim shu asorat kuzatilayotgan bo'lsa, bu xodimni kim dopuskat qilyapti jarrohlik amaliyotiga deb savol berganimizda javob bitta. Chunki bu jarroh tibbiyot fanlari nomzodi yoki tibbiyot fanlari doktori, oliy toifali, ya'ni ilmiy darajadagi shaxs. Shu uchun shularga shu jarrohlik amaliyoti berilyapti. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'p shaxsiy blogini yuritadigan shifokorlar juda ham ko'p. Shuning uchun men bemorlardan shuni istab qolardimki, har doim ham shu bloglarga qarab, shu kontentlarga qarab turib xulosa chiqarish kerak emas. Haqiqiy asl kardioxirurgning mahorati va tajribasini shaxsiy blogida yozilgan sahifalar, so'zlar, uning ilmiy unvoni, uning toifasi yoki dunyoning bir qancha mamlakatlariga borib kelganligini tasdiqlovchi kabinetining orqa devoriga yopishtirilgan sertifikatlar belgilamaydi. Kardiojarroh o'laroq bu naqada aytyapsiz? Ya'ni kardiojarrohni unvoniga qarab belgilanmaydi, ya'ni ilmiy unvonlarga qarab belgilanmaydi, tajribasidan kelib chiqib deyapsiz. Oddiy odam, ya'ni meni dadam yoki onam kasal bo'lsa, aynan yuraklarida jarohat bo'lsa, operatsiya qilinishi kerak bo'lsa, men nimaga qarab ajratib olaman? Oddiy aholi nimasiga qarab ajratib oladi kardiojarrohni? Qaysi kardiojarrohlik maskanini tanlash yoki qaysi kardiojarrohni tanlash uchun eng katta omillardan bittasi bu ijtimoiy tarmoq bo'lib qoldi. Ko'rib turibsiz, ijtimoiy tarmoqlarda juda ham soni ko'payib ketdi, juda ham soni ko'p. Har kim o'zini shaxsiy blogini yuritadi. Shaxsiy blogiga xullas har narsa yozilgan u yerda. Chiroyli kontentlar ham bor. Lekin aytaylik, bu yerda kardiojarrohlik maskanini va kardiojarroh tanlashda bevosita bu ijtimoiy tarmoqlarga asoslanib emas. Bevosita shu kardiojarrohni oldiga kelib, oldida suhbatlashib, ko'rgandan keyin tanlashi kerak va qaror qabul qilishlari kerak. Professional, haqiqiy kardiojarroh, ya'ni haqiqiy ishonchli bo'lgan kardiojarroh bilan faqatgina shu nazariy bilimi bor kardiojarrohni
suhbat haqida. U sizdan nimalar so'raydi, bemordan nimalar so'raydi yoki bemorga qanaqa savollar beradi yoki bemorga qanaqa ma'lumotlar beradi. Aytyapsizki, borib suhbatlashgandan keyin ajratib olsa bo'ladi, deyapsiz-ku. Suhbatlashish jarayonida nimaga e'tibor berish kerak? Xo'p, men keldim, ijtimoiy tarmoqda ko'rdim, yoqdi, endi to'xta sinab ko'ray. Siz videomizni ko'rdingiz, mana shu videomizni ko'rdi. Sinab ko'ray deb bordi oldiga. O'sha kardiojarroh oldiga. Suhbat jarayonida nimasiga e'tibor berish kerak? O'sha etaplarni to'g'ri qo'yib berish kerakmi? San diagnostika qilamiz, diagnostikadan keyin shunaqa sanda javoblarga qarab turib nimadir deyman deyish kerakmi? O'sha nimasiga e'tibor berish kerak? Mana shu haqida ozgina bunaqasini qaymog'i deydi-yu. Shuni tushuntirib ketsangiz, o'rgatib ketsangiz. Eng avvalo birinchi o'rinda bevosita shifokorning muomalasiga e'tibor qaratishingiz kerak. Bemor bilan shifokorning o'rtasida bo'lib o'tadigan muomalaga. Ikkinchidan, siz qaysi patologiya bilan siz shu kardioxirurgning oldiga kelyapsiz, o'sha patologiyani mohiyatini obdon bilishi va tushuntirib berishi kerak sizga. Kerak bo'lsa, tajribasidan bir qancha misollar keltirishi kerak sizga. Natijalarini aytib o'tishi kerak sizga. Bu haqida bizlarga ham keladi qabulimizga, biz bilan gaplashishadi. Ishonch hosil qiladi. Yana ham ishonch hosil qilish uchun bo'limga kirib, bevosita bemorlar bilan suhbat quradi, operatsiyadan keyingi bemorlar bilan yoki bemorning qarindoshlari bilan suhbat quradi va o'shandan keyin yagona qaror chiqarishadi. Kardiojarrohlik amaliyotida davolash jarayonida uchrashi mumkin bo'lgan ko'p asoratlarni bartaraf etishda klinikaning moddiy texnik bazasi hamda jamoaning tajribasiga juda ham ko'p narsa bog'liq. Ko'p yuqorida sanab o'tilgan asoratlar klinikaning o'zida statsionar davolanish jarayonida bartaraf etiladi. Shu bartaraf etishda aytganimdek jamoaning mahorati va tajribasiga ko'p narsa bog'liq. Yana eng ko'p uchraydigan asoratlardan bittasi, afsuski bu asorat nafaqat statsionarda, balkim bemorlarni uyiga javob berib olgandan keyin uy sharoitida uchrashi mumkin bo'lgan asorat mavjud. Bu infeksiya. Infeksiya, ya'ni bu jarohatning bitmasligi, choklarning bitmasligi, amaliyotdan keyin hosil bo'ladigan yiringli jarayonlar, jarohatning yiringlashishi, oqma yaralar, mediastinit yoki jarohatning bitmasligi deyilganda shu tush suyagida qandaydir bir harakat paydo bo'lishi, shu asoratlar bilan asosan ko'pincha bemorlar murojaat etib kelishadi. Buning sabablari bir qancha sabablari bor. Bu holat uchrashi mumkin bo'lgan, boya sizga yuqorida aytdim-ku, yondosh kasalliklarida turib uchrashi mumkin bo'lgan holatlari bor. Bu asosan bemorning yondosh kasalliklari deyilganda bu bemordagi ortiqcha vazn, bemordagi bronxial astma kasalligi, bemordagi o'pkaning surunkali bronxoobstruktiv kasalliklari, surunkali buyrak yetishmovchiligi kabi holatlarda shu asorat uchrashi mumkin. Va aniqlik kiritib o'tishim kerak, qandli diabet kasalligida agar to'g'ri taktika qo'llanilsa, qandli diabet fonida ham hammasi ijobiy natijaga erishsa bo'ladi. 100%. Odamlarda shunaqangi fikr bor, qo'rqish bor, qandli diabetim bor, jarohatim bitmaydi deydi. Yo'q, aslo bunday emas. Agar qandli diabetni to'g'ri qandli diabeti bor bemorlarni to'g'ri operatsiyaga tayyorlasa, operatsiyadan keyin jarrohlik amaliyotidan so'ng hech qanday, jarohat tomonidan, choklar tomonidan hech qanday asorat kuzatilmaydi. Bu narsa isbotlangan. Biz chet elda ishlab yurgan paytimda bu narsani klinikaning o'zida ichki maxsus shunaqangi tekshiruvlarni amalga oshirib, buni isbotini olganmiz. Ko'p bemorlar kelishadi, deyarli har hafta qabulimizga bemorlar kelishadi. Respublikaning turli viloyatlariga borib jarrohlik amaliyotini amaliyotni oshirgandan keyin kelishadi-da, jarohati, choklari ho'llanib kelishadi. Bitmagan. Hali operatsiya qilganiga ko'p vaqt o'tgani yo'q. 1 oy yoki 15 kun, 20 kun muddat bilan oldingizga kelishadi. Gohida kechikib kelishadi. Jarohatida muammo bor. Jarohatida jiddiy muammo bor.
bu jiddiy muammoni faqatgina ixtisoslashtirilgan jarrohlik maskanlarida faqat bartaraf etsa bo'ladi. Bu uy sharoitida yoki shifokor nazoratisiz mustaqil davolanadigan jarayon emas. Bu yerda ham shunaqangi agar asorat bo'lib qoladigan bo'lsa, bemorlarni so'rab qolardimki, albatta buni uy sharoitida emas, albatta shunaqangi ixtisoslashtirilgan markazlarga murojaat etish kerak yoki operatsiya qildirgan joyga borib o'sha yerdagi mutaxassislarga murojaat etishlari kerak. Ko'p holatlarda shunday jarayonlar bo'ladiki, operatsiyadan keyin bemor bilib turibdi, что jarohatida xullanish bo'lyapti, jarohatdan ajralma chiqyapti, lekin shu fonda bemorlarga uylariga javob beriladi. Bu mutlaqo noto'g'ri. Jarohat qo'llanyaptimi? Bu yerda hech ham shoshilish kerak emas. Uy sharoitida davolanadigan holat emas bu narsa. Shuning uchun bunaqangi holat chiqsa, darhol bunga jiddiy yondashishlarini so'rab qolardik. O'zi umuman misol uchun klinikada operatsiyadan keyin qanaqadir xo'llanish kuzatilinmadi. Bemorning holati yaxshi, uyga javob beraverdi. Va bemor uyda qilgan qaysidir xatolarning evaziga ham o'sha qo'llanib qolish, nimadir albatta bo'lish, asoratlar bo'lishi mumkin. Albatta, ayrim bemorlarimiz qaysar bo'ladi. Ayrim bemorlarimiz bizning tavsiyalarimizga e'tibor berishmaydi. Operatsiyadan keyin bu tush suyagining bitib olishi uchun, bitishi uchun 1,5-2 oy vaqt talab etiladi. Biza operatsiyadan keyin maxsus tavsiyalar beriladi. Afsuski bu tavsiyalarga rioya qilishmaydi. Og'ir yuk ko'tarishadi, yonbosh yotishadi, qorincha yotishadi, qorin bilan yotishadi va hokazo. Mana shunaqangi qaltis harakatlar tufayli shunaqangi asoratlar kelib chiqishi mumkin. Qanaqangi foydali ma'lumot, ya'ni nima qilish kerak, nima qilish kerak emas. Xo'p. Endi o'zi berib o'tdingiz. Endi nima bu yerda kardiologlarimiz tomonidan maxsus shunaqangi tavsiyalar beriladi. Ehtiyot bo'ling deymiz, 5 kilodan ortiq yuk ko'tarmang deymiz. Albatta harakatlanganda, yurgan paytingizda shu ko'krakka to'qiladigan maxsus korset belbog'larimiz bor. Shu belbog'lar bilan yurish aytiladi. Agar shu tavsiyalarga to'g'ri e'tibor qaratishsa, bunaqangi asoratlardan xoli bo'ladi. Va bu asoratning yana bir kelib chiqishiga asosiy sabablardan bittasi operatsiyaga bemorni olgan paytda endi yurakka dostуп, yurak patologiyasida operatsiyani amalga oshirish uchun deyarli 80-90% holatlarda, to есть ko'krak tush suyagi kesilib yurakka dostуп bo'ladi. Eng ko'p uchraydigan sabablardan bittasi mana shu tush suyagini ochishda asimetrik holatda tush suyagini ochishadi. Masalan, tush suyagining qoq o'rtasidan emas, sal yonboshroqdan yoki qovurg'alar birikkan joyidan kesishadi. O'sha tufayli bu asoratlar kelib chiqadi. Tasavvur qilyapsizmi, siz yuragingizda operatsiya qildiryapsizda, yuragingizda operatsiya qildirdingizda, lekin sizda jarohat bitmadi. Nafas olsangiz, aksa ursangiz yoki gaplashgan paytingizda sizda tush suyagida mana bu yerda diskomfort turibdi. Tush suyagi stabil holatda emas, o'ynab turibdi tush suyagi. Bu holatda bemorlarning aytaylik hayot sifati, hayot tarzi mutlaqo tushib ketadi. Biz bu to'g'risida ham bir qancha izlanishlar, bir qancha amaliyotlar o'tkazganmiz. Shuning uchun bu narsa hammasi isbotlangan. Shuning uchun jarohatda agar operatsiyadan keyin jarohatda shu kabi agar asoratlar ro'y bergan bo'lsa, bunga juda ham jiddiy yondashishlarni so'rab qo'ygan bo'lardim. Agar bu asoratda klinikani o'zida agar maxsus choralar ko'rib, maxsus metall osteosintez amaliyot amalga oshirilmasa, bemor to'shakka mixlanib qoladi. Bemor to'shakka shunchalik mixlanadiki, bu operatsiya qildirgungacha bo'lgan dardi esidan chiqib, yangi dard bilan uzoq yillar davomida yashashga to'g'ri keladi. Kardiojarrohlik jarayonida uchrashi mumkin bo'lgan asoratlar to'g'risida gaplashdik. Men yana bir bor takrorlab o'taman, bu bizni chiqishimiz, bu muloqotimiz hech qanday ta'limiy kuch va xususiyatga ega emas. Bu asoratlarni biz bevosita xalqqa aytish, xalqqa informirovat qilish uchun demak siz bilan gaplashdik. Agar vrachlar bilan bu masalada agar gaplashadigan bo'lsak, umuman boshqa formatda
bu mavzu bo'ladi. Shu uchun men aytamanki, bu bilan bemorlar kardiojarrohlik amaliyotiga ko'rsatma bo'lsa, shu asoratlar bilan to'qnash kelar ekanman degan xulosaga kelishmasin. Avvalambor har qanday asoratdan chiqishni yo'li bor. Ko'p asoratlar, masalan, aytaylik, sizga bizga bog'liq bo'lmagan holatda kelib chiqishi mumkin bu asoratlar. Agar klinikaning yuqorida aytib o'tgandek moddiy texnik bazasi tayyor tursa hamda jamoa bunga tayyor tursa, tajribali bo'lsa, qanaqa asorat bo'lishidan qat'iy nazar statsionar sharoitda bu asoratlar hammasi bartaraf etiladi.